Savol: bir kishi ro'zador holida hushidan ketib qoldi. Uning ro'zasi buziladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Imom Shofiy va Imom Ahmad mazhablariga ko'ra Ramazonda hushidan ketgan kishi ikki holatdan birida bo'ladi. Birinchisi, butun kun davomida hushidan ketib yotish, ya'ni tong otmasdan oldin hushidan ketib, quyosh botganidan keyin o'ziga kelish. Bunday holatda uning ro'zasi sahih bo'lmaydi va u Ramazondan keyin bu kunning qazosini tutishi vojibdir. Ro'zasi sahih emasligiga dalil shuki, ro'za qalbdagi niyat bilan ro'zani buzuvchi narsalardan tiyilishdir. Chunki Alloh taolo hadisi qudsiyda ro'zador haqida yatruku ta'amahu va sharobahu va shahvatahu min ajli. Bandam taomi, ichimligi va shahvatini meni deb tark qiladi. Sahih Buxoriy 1894, Sahih Muslim 1151 hadis. Alloh taolo tark etishni ro'zadorga nisbat berdi. Hushidan ketgan kishiga esa tark etish nisbat berilmaydi. Unga qazo vojibligiga dalil esa Alloh taoloning quyidagi so'zidir: "Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Va kim hasta yoki musofir bo'lsa, u holda ro'za tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Baqara surasi 185-oyat. Ikkinchisi, agar kishi kunning bir qismida, hatto bir lahzaga bo'lsa ham hushiga kelsa, uning ro'zasi durust hisoblanadi. Bu hol kunning boshida, oxirida yoki o'rtasida sodir bo'lishidan qat'iy nazar. Imom Navoiy rahimahulloh ulamolarning bu masaladagi ixtiloflarini zikr qilib shunday deydi: eng sahih qavl kunning bir qismida o'ziga kelishi shart qilinadi. Ya'ni hushidan ketgan kishining ro'zasi sahih bo'lishi uchun kunning bir qismida o'ziga kelishi shart. Kunning bir qismida hushiga kelgan kishining ro'zasi sahih ekanligiga dalil shuki, u umumiy ma'noda ro'zani buzadigan narsalardan tiyilgan bo'ladi. Ravzul Murbi hoshiyasi 3-mujallad 381-bet. Javobning xulosasi: agar kishi butun kun davomida, ya'ni tong otganidan quyosh botgunicha hushidan ketsa, uning ro'zasi sahih bo'lmaydi va unga qazo vojib bo'ladi. Agar kunning bir qismida o'ziga kelsa, ro'zasi sahih bo'ladi. Bu Shofiy va Ahmad mazhabi bo'lib, Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh ham shu so'zni ixtiyor qilganlar. Vallohu a'lam.